Videodagi 3 ta resurs ishlatib speakingizni tez va oson ko'tarishingiz mumkin. IELTS 8,5 challenge 24-kun. Birinchi, o'zim shaxsan eng ko'p ishlatadigan programmam bu IELTS Speaking Test. Bu programmani afzalliklari birinchi navbatda uni tekinligida, ikkinchi navbatda o'zini random funksiyasi bor. Tanlasangiz part 1, part 2 yoki part 3 bo'yicha random savol beradi. Savollarni tanlab qiynalib o'tirmaysiz. Uchinchi foydasi, o'tiga berilayotgan sample answerlar 7, 8 va hattoki 9 ga berilgan sample answerlar ham bor. Albatta kanalga obuna bo'ling, sababi kelgusi videolarda hech qanaqa programmalarsiz speakingni tabiiy qanaqa qilib ko'tarish mumkinligi haqida gapirib chiqaman. Ikkinchi resurs bu Telegramdagi Sayra AI boti. O'zim ushbu Telegram botni Instagramdagi videoni ko'rib ishlatishni boshladim. Ikkita zo'r afzalligi bor. Birinchi navbatda professional feedback AI tomonidan beriladi va ikkinchi navbatda mana shu bot har qanaqa mavzuni siz bilan bemalol suhbat qurib gaplasha oladi. Uchinchi resurs IELTS Speaking Practice deb nomlanadi. Menimcha bu programma eng ko'p tarqalgan applikatsiyalardan bittasi hisoblanadi, sababi o'tdagi savollarning bazasi pastdan yangilanib boradi va ba'zi bir ma'lumotlarga ko'ra mana shu programmadagi savollar examda tushish imkoniyati juda ham baland.